edim. Bugun esa shu dargohni bitirib, katta hayotga qadam bosmoqdaman. Harbiy musiqa akademik litseyi bizga nafaqat bilimlarni, balki yuksak intizomni, mas'uliyatni, vatanparvarlikni, fidoyilikni va kasbga bo'lgan muhabbatni o'rgatdi. Shuningdek, har bir muvaffaqiyatimiz ortida mehnat, sabr va qat'iyatli turishini angladik. Buning uchun avvalambor ustozlarimizga, bizni doimo qo'llab-quvvatlagan ota-onalarimizga va biz yoshlarning sifatli ta'lim olishimiz, o'z iste'dodimizni namoyon etishimizga munosib sharoitlarni yaratilganligi uchun Prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga hamda Milliy gvardiya qo'mondonligiga chuqur minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Fursatdan foydalanib sizni ishontirib ayta olamizki, biz O'zbekiston Respublikasiga, uning qurolli kuchlari tarkibidagi harbiy orkestr va boshqa badiiy jamoalarda munosib xizmat qilishga va'da beramiz. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.